Endi ana 200 kilovat chiqdi-yu svet. To'kni ko'p oladigan lampochkalar turgan ekan, uni olib hozir arzon kichkina led lampalar chiqdi. Ulardan cho'ntakka to'ldirib sovabdi. Hammasini almashtiraman deb. Aka ham kichkinagina sho'rtikda ekan. Uyda yuribdi-yu endi. Stolni ustiga stulda stul, aka oyog'i yetmaydi, lampochkalarni almashtiryapti. Yana bitta lampochkani olib, yana yangini qo'yyapti, kichkinani. Shundoq xotin ushlab turibdi stolda, dadasi. Bizni ham uyimizda lyustra bor. Ikki dona lampochka turgan ekan. Aldamay? Rostdan. Lampochkani kuydiraman hozir. U quloqmas u. Bundoqsicha ham deydigan. U lampochkani kuyib qolishini bilmayapti. U nozik lampochka bo'lsa led. U led ham qimillab turibdi. Lampochka! Bo'lgan voqea lampochka, rostdan ham lampochka. Mana shu harami rosa svetimizni ko'p kuydirgan. Yon degan joyda yonmagan. Doim ochiq. Bunaqa lampochka nima kerak bor? Etib chertovda lustra bilan tushdi-da aka. Aka bilgani ham yo'q. Aka bilgani ham yo'q. Chertganini. Xotin, xijolat xotinni oldida. Xotin dadasi. Xotin yomon to'kurdi. Yomon to'kurdi. Hamma joyim og'rib ketdi. Bunaqa hazlashmanglar ayollar.